Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, amansizlar va sizlar menen Qiziq Hayot kanali. Bugun 18-iyun Uchqo'rg'on mol bozorida o'z nasib bo'lsa, Batken oblast Qadamjoy rayon Uchqo'rg'on mol bozorida. Ko'rib turasizlar, bir chekadan qiziqayotgan yerlarini tartib sizlarga chaqirtirib beramiz. Yoqsa birdan like bosib, mol bozor kutayotgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. 175 ming so'm bo'ldi mana shu qora buqovuz. Ko'ringizlarchi. 175 ming so'm. 142 ming so'mga mana mal o'z alindi bugungi kunda. 142 ming so'mga qisir ekan. Ammo eko buqovuz 235 ming so'mga berilib yeri mana shu Shvits bilan ola buqovuz 235 ming so'mga berilib yerida. Barakasini bersin. Qiziqqanlar ko'ringizlarchi. Dalshi 192 ming so'mga mana cho'ng buqovuz baraka beradi. Mana ketdi. 192 ming so'mga baraka berildi mana shu buqovuz. Mana kishnilar keladi. Bunalar. Buni qanchadan bo'ldi dedi? Pulini aytib qo'y. Bo'ldi. Bundan soda bo'layotadi, mana qashqa buqovuz 110 ming so'm soda bo'layotadi. Mana ichkaridagi bunamiz. Narxi 110 ming so'm. Qiziyotgan yeri. Masleko soda bo'layotadi 235 ga berilib yotgan yeri. Buni olaminan o narxi Shvits. Qancha bo'ldi buni buqa? 147 ming so'mga mana bu olindi. Ko'ringizlarchi. 147 ming so'm. Olinibdir. Barakasini bersin. Yaxshi atay. Zo'r. Mana qancha olib ketdi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? İşleriniz yaxshi aka? Qancha olibdi? Boyag'i 300 ming so'm bo'layotadi edi. Mana o semiz buqamay, o qizil. 300 ming so'm savdosi qiziyotgan yer edi. Mana ko'ringizlarchi. Ona ikinchi sherigi 300 so'da bo'layotadi edi. Boya 300 edi. Hozir qancha endi ko'tarildi? Hozir ko'ramiz. Qancha bo'ldi-ka? Qancha? Sotildimi? 108 ming so'mga baraka berilib turibdi bu buqovuz. Barakasini bersin. 108. 213 ming so'mga ketdi mana. Uchta buqovuz 213 mingga sotildi. Nuriga aka oldi mana Uchqo'rg'ondan. Esa 213 ming so'mga baraka berildi. Hatta niq semiz buqa ekan. 213 ga baraka berildi. 213 ming. Uchta buqa ekan mana biroq qora buqa. Buqalar olinib o'tadi mana o'chir soda qiziyotgan yeri mana. Qaysi biri soda bo'ldi aka? Mana ko'p. Mana kul svet bilan narximiz qancha? 35. 235. 235 ming so'm soda bo'ldi mana eko. Mana kul svet bilan narxi. Qiziyotgan yeri 235 ming so'm. Bor. Ketdi. Oh! 236 ga ketdi, barakasini bersin. Zo'r. Mana kul svet bilan, mana buqovuz bilan, mana onisi. 236 ming so'mga baraka berildi. Qiziyotgan yerlari sodalar ham kuchli bo'ldi. Bugungi yil buqa kiribdir. Yoqsa bizzatdan like'lardan bosib qo'yingizlar akalar. 300 ming so'm soda bo'ldi. Mana ola qizil bilan narxi Shvits. Juga. Mana da Uchqo'rg'on bozorida o'ta qiziyotgan yerlari. Qancha bo'lib turibdi mana bu? Aka qancha bo'ldi?
15? 114 mi? 114 ming so'm. 114 ming so'mga baraka berib turibdi ola bu qavus. Barakasini bersin. Mana kuchli buqalarda chiqibdir. Ko'ringizchi. Bunlar qanchadan ekan bunlar? 140 ming so'mdan ikkita o'rtadoq, ha? Ikkita o'rtadoq. Bunisi 115 kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa, narxi chekadagi 125 ming so'm ekan bunisi. Mana barakasini bersin. Buqalar kelgan. Qo'y bozorida o'ta ko'pchilik so'radi edi. Mana Uchqo'rg'onning qo'y bozori qanchadan bo'lib o'tadi deganlarga. Bunalar qanchadan bo'lib ketdi, va? 25 ta atrof bo'lsa kerak. 25 ta atrof bo'lsa kerak. Mana qo'zilar. Ashta qancha bo'ldi bu? Assalomu alaykum. 19 ming so'mdan qo'zi qochqonlardan zo'rlaridan barakasini bersin. Mana qadar kuchli savdo bo'lib o'tadigan. Yo'q, mamayda. Qanchadan bo'ldi pullar? Pullar qanchadan ekan? Biri yaxshi kami bor. Bu qo'ylar bu qo'y. Ochonglari, ha? Buna kichkinalarchi? 30 kami bor. 30 kami bor, bunalari 30 ming so'mdan, chonglari 50 dan kami bor ekan, barakasini bersin. 400 so'mdan tortib bering deb o'tadi. Taroziga so'ratasiz aka? 400 dan mana ikkita sariq bilan qorani 400 so'mdan bo'lsa tortib bering deydi, Jivoy vesga. Qo'shqo'llar ham ketyapti Jivoy vesgadagi. Qo'zilar uzoqda qiziyotgan yerlari. Qo'zilar qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. Qancha? 25 ming so'mdan qo'zi qochqonlar. Manalar qanchadan bo'lib ketdi aka? 20 mingdan oldi. 20 ming so'mdan qo'zi qochqonlar olinib turmadi. Barakasini bersin. Qo'zi qochqonlar dadillari 20 ming so'mdan olindi. Hozir o'na naqtarda dag'i bor. Ularni ham qizdiramiz. Mana qo'zilar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Puldari. Qo'zi mana 17,5 bo'ldi. 17,5 olindi. Yo'q. Ja beriladi. Berilibdir 17,5 ming Liniyasi so'm. bor. Liniyasi bor. Barakasini bersin. Berilmay qo'yibdi. Bo'ldi, narxi 13 ming bo'ldi. Buna qo'zilar qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. 19 ming so'mdan. Qo'zi qochqora bari. Qo'zi qochqonlar 19 mingdan. Bunalar qanchadan olindi? Je sototasizmi? Ular 17 ming. 17 ming so'mdan. Barakasini bersin. Mana amma qo'zi sezon qiyla boshlab qolibdir, biroq oz-moz qimmatroq. Murunqi yilga qaraganda qiyla qimmat. O qanchadan ekan buna qochqonlar? Assalomu alaykum. 25 ming so'mdan kami bor variantidan. Monalari-chi? 27 ming so'mdan. 25 ta nakletkaning ichindagilari, monalari 27 dan. Barakasini bersin. Mana qo'y bozor so'raganlarga qo'ylar qanday bo'lib o'tadi deganlarga. Qo'zilar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. Qanchadan deb o'tasiz savol? Nechta qo'zi olasiz? Siz aytavering. Qo'zini aytamiz. Bo'l, pulini aytavering, interes. Qo'zini aytamiz. Bo'ldi. 20 bo'lsa kerak. Ustunda barakasini bersin. Bunalarni nima deb o'tadi? Assalomu alaykum. Qanchadan ekan taqsim bunalar? Bu qo'chqonlar qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 30 ming so'mdan 40 ming so'mgacha qo'zi qo'chqonlar, ammo kuchlilaridan ekan. Tanda bolaverasizlar, quloqlarning uzunliklarini qarangizlar. Ertang karvonlarga chiqib, mana do'stim bo'ladi. Buyursa bemalol kelsangizlar ko'rgazib ham qo'yaram. Qo'chqonlari yaxshi biroq. Tanda bola turgan qo'chqonlardan bor. Monalarni nima deb o'tadi monalari? Qo'chqonlar kimdan ekan aka? Mana. Monalari qanchadan? Absomat. Monalari 45 ta. Bu parodalar yaxshi o'xshaydi aka. Arashan parodalar 45 ming so'mdan ekan. Mashallah. O, narxisi ham zo'r ekan. Ikkitish bo'lsa kerak? Ikkitish. Qo'chqonlar. Qancha bo'ldi? Graftin liniyasi. Graftin liniyasi deydi. Qora tushgan ekan. Pul qancha bo'ldi? 74 ming so'm. Quloqlarni qarangizlar. Quloqlarni. Mashallah. 74 mingga olinibdir. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Hozir. Qancha bo'ldi pullar? Assalomu alaykum.
20 ming so'mdan mana to'ltira qo'ziqochqonlar barakasini bersin. Kelaverasizlar. Uchqo'rg'onda qo'y bozorida qizib o'tadi. 4-kun kelib bemalol olsangizlar bo'ladi.